Xalqimizda bo'ladigan bola boshidan ma'lum degan naql bor. Ayni sifatlash lavhamiz qahramoni tadbirkorligini yo'lga qo'yib, hayotda o'z o'rnini topgan 21 yoshli yigitning intilishlariga to'la mos keladi. Ikkita qo'yni bugun 500 taga aylantirgan, qiyinchiliklarni yengib o'tib, oilasini to'kis daromad manbasini yaratgan omilkor va tajribakor farzand haqidagi reportajimiz bilan mavzuni davom ettiramiz. Siz tasvirda ko'rib turgan 500 ta qo'y sig'adigan mana bu qo'ralar birorta fermerniki emas. Xonadonida qo'ychilikni yo'lga qo'ygan yosh yigitniki. Namangan tumani Tepaqo'rg'on mahallasida istiqomat qiluvchi Yaminovlar oilasini bugun vodiy viloyatlarida ham yaxshi bilishadi. Ular sohaning hadisini olgan yirik tadbirkorga aylanishdi. Bunga xonadonning o'rtancha farzandi Boburning qiziqishi sabab bo'ldi. Bozordan ulgurji narxlarda yosh qo'zi yoki xaridorning nazari tushmagan qo'ylarni olib kelib boqib, parvarishlab, bozorbob narxga kiritishda ular tinim bilmay harakat qilishadi. Daromad kelib tursa, qiziqish ham ortadi deganlaridek, Bobur Istambekovning erta tongdagi faoliyati ham ularning yemi, ozuqasi, bozorlarni ko'rishdan tashqari, qosh qoraygungacha bo'lgan faoliyati ham ana shu qo'ylar bilan. Yosh tadbirkor bugun 8 sotixli tomorqasida yiliga go'sht yo'nalishidagi 1000 dan ortiq qo'ylarni sotadi. Xaridorlar o'zlari kelib xonadondan olib ketishadi. Boshida 9 dona qo'ydan boshlaganmiz, hozir 500 boshga davr boqib mana shu yerda daromadni olamiz. Veterinardan bir xabarim yo'q, qo'ydi hamma yog'ini tushunaman. Kasal bo'lsa, qonni og'risa ham, boshi og'risa ham, isitma chiqsa, qo'yga qarab, ko'z bilan bilib oladigan darajaga yetib kelganman. 2 oy mobaynida 60 kun yetiltirib boqamiz, qassobga chiqaramiz. Qanday qo'yni olib kelib, qanday qilib baqib, masalan, daromadini aniq chiqarib beramiz. YouTube kanalimda o'zim YouTube kanal ochib, reklama qilib chiqarganmiz. Undan keyin, masalan, obunachilarimiz O'zbekistonda har yerdan bizni tanishadi. Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax, Xorazm, masalan, eng uzoq Xorazmdan ham kelib qo'y olib ketishgan. Qo'ychilikda orqasidan topgan daromadimga, dadamga avtomobil sovg'a qildim. Bobur hozirda 10 dan ortiq tengdoshlarini yoniga oldi, ish o'rni yaratdi. Ijtimoiy tarmoqda qo'y boqish, parvarishlash, daromad olish, sotish, reklama qilish mazmunidagi YouTube kanalini yurgizadi. Uning 27 mingdan ortiq obunachisi bor. Otasi Dilshod Yaminov "Men o'g'limni hisobchisiman" deydi kamtarlik bilan. Onasi ham "Shuncha foyda qilibmiz" deb ehtiyojmand, kam ta'minlanganlarga yordam berishni kanda qilmaydigan farzandi bilan faxrlanadi. Xorijda ham ishlab ko'rdik, darang ro'zg'or deblar. Shuni ketidan Xudoga shukr, hamma narsaga erishyapmiz. Shu qo'ychilikni ketidan mana daromad olib, uylarda remont qilyapmiz, to'y qilyapmiz. Tajribani olib, sizdan o'zib ketgani bir ta'jablantiradimi? Nima deysiz? Ta'jablantiradi. Endi bu hammasi halollikga, to'g'ri so'zlikka, shuni o'rgatib qo'ysa bo'ldi farzandga. To'g'rilik, halollik, mehnat ketidan shunchalik bo'lib daromad olayotgandan xursandman. Yoshligidan harakatchan, tirishardi bitta narsani qilishga, mehnatkash. Ikkita qo'yimizda ikkita ina boladan ko'paytirib 4 ta qilib, 10 ta qilib shu kunga yetdi. Shogirdlarni olgan, 7 ta 8 ta shogirdlari bor. Daromadlari yaxshi. Ko'rganmiz qiyinchilikni ham, mana shu er-xotin birgalikda harakat qilib, men o'g'limdan faxrlanaman. 10 ta, 50 ta qo'yi borlardi, havas qilardik. 500 ta hozir ham o'zim ham ishlamayman. Maqsad va orzu o'z-o'zidan amalga oshmaydi. U sidqidil harakat, intilish va mehnat bilan ro'yobga chiqadi. Qaysidir yoshlar bugun telefonga mixlanib, bo'lmag'ur narsalarni ko'rib vaqtini behudaga sarflayotgan bo'lsa, Bobur bu yo'nalishdan ham samarali foydalanyapti. YouTube kanalidan ham uning ancha daromadi bor. O'g'limning bo'sh vaqti yo'q, deydi onasi biz bilan suhbatda. Chunki maqsad sari harakat ertangi kun fayziyobligi, ro'zg'or to'kisligi, farovonligi demakdir. Kishi hayotini o'zi qurib, taqdirini o'zi yaratgani kabi lavhamiz qahramoni ham kelajagi uchun zamin hozirlamoqda. Faylasuflardan biri boshqalar uxlayotganda sen o'qi, boshqalar orzu qilayotganda sen ishla. Shunda ular harakat boshlaganda sen ular orzu qilgan hayotda yashaysan degan ekan. Darhaqiqat, halol mehnat, tinimsiz izlanish va harakat orzularni haqiqatga aylantiradi. Bunga 21 yoshida qo'ychilikdan milliarderga aylangan Boburning faoliyati misoldir.